Navadi mening funksiyonlarimni mana shu uchparchalik haqida qilsak, mush davrga olib qo'ysak, mush davrda biz bir fuqarob osh davrida yashab qolsak, qanday qilib biz osh davrida yashab qolgan bo'lsak. Navadi siz yuanshuning adam bo'lib qolsangiz, yuanshuning fuqarosi bo'lib qolgan bo'lsangiz, cho'qim balkim ochlikdan o'lib ketishingiz mumkin. Chunki bu yer yuanshuni hammamiz bilamiz, bunday oshko'z, osh boychiligim ko'payib to'xtamay ochlik to'plab olsam, lashkar qilib Şulan bakalısda hakkı beğensem asamlam deydiğim. Öz halkını baykılış, öz halkını bay yaşarken kılıç bunun kalısı yok. Ama yuan şunun puhrası olup kalsanlar çokum açlıktan ölüp bitişinler mümkün. Hem de navadı siz yuan şunun puhrası olup kalsanız bu vakitte aç kalmazlığımız mümkün. Yuan şunun puhraları xil bay, yuan şun xil bay. Bu vakitte ko'sak meselesi el oluş mümkün tamamen. Lekin siz askerlikka tutup gitişiniz mümkün. Hem de bu yer yuanşan bir kadar nada bu baylık açlık olsa, leşkerim köp olsa dep oylaydı. Leşkerinin sanığı bek ehmiyet durdu, süpti gemez. Toxtumay bu halkıdan şu asker qabul qildim. Navatisini şu yuanşanın puhrası olup kalsanız ya askerlik tutulup bitsiz, ya İran'ın askerlik tutulup ketken bir ayol olup kalsız. Onun için bu yer yuanşanı ahırda sağ tarafından mağlup bulup bunun bir ömür toplagan leşkerleri, açlıkları hem sağ olacak gidiyor. Hem de navadisiz gumsun zenden kaçılıp kalsınız, gününüz en cepalık uçuş mümkün. Hem siz bu yer koşsunuz, aşk kılıçtığın sırt gumsun zenden çok kum leşker olsunuz. Gumsun zenden kim? Ziminim az, baylığım az o kaçkında toxtumay. Bütün halkını kişi olsa asasen asker qilib kişildi. Hem de bu yersiz mümkün asker olmay, yine toxtumay quruluşqa bunun halkı balık sepil yasaş qatnışsız. Çünkü bunun muntizim bir balık sepilimi yok. Bu bütün leşkerlerini şu balık sepil selişqila işletken. En ahırda mı yuanşavdan boğan jağıda şu üzünün yasıgan balık sepilinin içinde bu camdırdı. Hem de Gungsunzan'ın adım bu qas bir yaxşiri hem de javuyum bilen Allah'ın op qala alsanız mümkün javuz olunla Allah'ın op şununla tanışıp qala alaysınız şu. Hem de navadsız ko'nglingning endi op qalsanız bu vaqtda hem de qo'shingiz to'q, kiyiminiz bütün xil bay yaşat o'tsiz. Bu yerki ko'ngling o'z xalqini xil bay qilgan, lekin o'zining ham lashkar kuchi ojiz op qolganlik tufaylidan keyin sov-sovga yem bo'lib ketdi. Endi yeni siz Tavchanning endi op qalsangiz, Tavchanning puhrasi op qalsangiz bu bir qo'saq to'q kiyim butunlikdan ansirmaysiz. Onun için Tavchan el yurtna adolatparvarliklar so'ragan. Buni xil qilib yashsangiz, xil yaxshi yashayolmaysiz, lekin uzoq bo'lmaydi. Olchilik bo'lmaydi, bu yerki sov-sov otisini o'lib ketganlik bahonasini qilib Tavchan hujum qo'zg'aydi. Bir mezgil yeni Lyubeyninkin yeni şu sov-sov tatib oladi. Sizning uy varalaringiz yeni şu buzg'unchilik uchrab, qayta sov-sovning puhrasi bo'lib, buni bilan qilib yenila japa qilsiz. Endi navadisiz Sunjanga ergishib Jangdongga ketgan bo'lsangiz, yenil omatingiz qochgan bo'ldi. Chunki Sunjan lashkarni bak muhim o'rin qo'ygan. Toxtumay leşker algan. Hem Sunjan'ın sırtda küçük rakibi var. İki majrami nait eğil. Şunun için Sunjan'ı yaş turuplar tasılıp ölüp ketken. Keyin Sunjan'ga kelip bir mezgilden keyin anandakin halkını xil bay qilishni o'ylagan bular. Lekin bularninki leşker az bo'lganligi uchun to'xtamay leşker aldi uchun Jangdong deb qalsangiz muqarrar leşker olib qolsiz. Ya Joyuga siz ya Lumunga siz degan gap. Endi navadsiz Sovsovning puhrasi olib qalsangiz, sening salomat Kileriniz yuqurilishi kerak. Chunki sovsov to'xtamay yurish qildi. Ostonisini almashtirdi. Yel u yerga, yo'l bu yerga boradi. Yosh bo'lsangiz sovsovning sarxil qo'shinlari qatoriga Shuxuan, Savrin, Shuchoning qo'shinlariga kirsiz. Sal ojiz bo'lib qolsangiz, ochliq terib, ochliq qo'g'dash qo'ydi. Texim yashangan, og'riq saloq bo'lib qolsangiz, baliq qo'g'dash qo'ydi. Sovsovning kayinda yursangiz bu ancha baxt bulanmay qalsiz. Sov-sov kishiga urishni yengilgandan keyin simoyini ko'rsatmaslar anondan keyin boychiligini azaytib xalqini boy qilishga boshlagan. Lekin bu vaqtning o'zida nurg'un qo'shindan ayrilib qolganligi uchun yenila oshliq to'plash bilan lashkar elishni muhim o'rin qo'ygan. Shuning uchun sov-sovning zaminda bo'lsangiz bu osh qolmaysiz, lekin ancha xotirjam o'ta olishingiz notayin. Endi navadsiz Lyubeyning zaminiga kelsangiz, Lyubeyning puhrasi bo'lib qolsangizlar mana shunda sizni tabriklayman. Lyubey butkul asarda haqiqiy xalqparvar, haqiqiy xalqni suydigan, xalqni boy qilgan, xalqni adolatparvarlik bilan so'rgan. Uning ustiga yana ham bu o'zi kuchli
xalqini qo'g'diyolaydi, o'z zimini, o'z puhralarini qo'g'diyolaydigan oy Lubey, Guayu Jangfeylarimiz var deb sizni qo'rqmay yurakli holda mayli savsavdan, mayli sunchuandan hech kimni qo'rqmay tura olasiz. Lubeyning puhrasi bo'lib qolsin. Masalan, ayni vaqtda Shibalikdan bir mezgil turiblar xalq qanday foydalab ketdi buni. Lubey haqiqatan xalqning puhralarini birinchi o'ringa qo'ygan. Fil asarda baxtli darajasi eng yuqori puhra, eng yuqori xalqlar shu Lubeyning puhralari. Undaqda endi Lubey o'lib ketgandan keyin bu yerdagi savsav keyin Veyxonu oldi. Shunami? Savsav Vey bagligini o'zining qilib oldi. Unda bo'lsa biz keyin Simoyining puhrasi bo'lsa qanday qilar? Simoyi keyin Veyni qanday idora qildi? Simoyining bolalari Veyni qanday idora qildi? Unda Simoyining bu hayotini tushunib baqay. Simoyining butkul hayotini Simoyining savsavga el bo'lgandan tortib bu Veyni egallag'ini, elni birlik keltirgini, Simoyi qanchalik donishmand. Buning bilan Jugulyan o'rtasidagi janglar qanday bo'ldi? Simoyining butun hayotini bir tushunib baqay. Simoyi to'g'risida mana shu mazmunni anglab baqay degan do'stlar, ostidagi xaytun judoga ularni setib, Simoyi yishing Simoyining butkul hayotini yarim soatdan uzoq mazmun mana shuni bir anglab baqsanglar bo'ldi.